Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yangi YouTube'ga kirib kelayotgan odamlarni boshlang'ich xatolari haqida gapirib beraman. Agar siz shu xatolarni to'g'rilaydigan bo'lsangiz, sizni YouTube kanalingiz yaxshi rivojlanadi. Va yana bitta ikkita nozik jihatlarni, ko'pchilik e'tiborga bermaydigan elementar jihatlarni ham ochib beraman. Shu narsaga ham amal qiladigan bo'lsangiz, maza qilib YouTube kanalingizni rivojlantirib, yaqin 2 oy, uzoq 3 oy atrofida Xudo xohlasa monetizatsiyadan, bankdan pulni yechib oladigan darajagacha bora olasiz. Agar videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rib, men aytganlarimga amal qiladigan bo'lsangiz. Ketdik. Xo'p, birinchisi, YouTube kanali yurg'izishda YouTuber nima qiladi birinchi? Ya'ni boshlang'ich odam yugurib borib YouTube'dan kanal ochib olishadi. Bu xato. Siz YouTube kanal yurg'izib daromad qilmoqchimisiz? Maqsad daromadmi? Endi shuni o'zingiz qiziqqan narsaga bog'lab oling. Ya'ni YouTube'dan video qilmoqchi bo'lgan odam o'zi qiziqqan sohaga bog'lab biriktirsin-da, uni YouTube'ga olib chiqsin. Mana shu eng birinchi muhim nuqta. Ya'ni yo'nalishni o'zini qiziqishlariga bog'lab topib olsin. Menga unaqa yo'nalish topib bering, menga bunaqa yo'nalish topib bering. Unaqa gap bilan bo'lmaydi. O'zing top. Ya'ni nimaga qiziqasan? Futbol to'p tepishgan, to'p tepish haqida video ol, tamom. Bir narsani mo'ljalga qo'yib, faqat shuni tepib tushirishga harakat qil va uni minglab bajar va uni videoga ol, tamom. Oddiy misol uchun. Keyin yugurib borib YouTube kanal ochib olib, shorts tiqib, unga long tiqib aralashtirmaydi. YouTube'dan daromad qilishim maqsad O'zbekistondagilar videoingizni ko'rmasdan Yevropa, Amerika, ya'ni iqtisodiyoti yuqori bo'lgan, daromadi yuqori bo'lgan mamlakat auditoriyasi ko'rsa, YouTube'dan yaxshi daromad keladi. Shuning uchun shorts qo'yib qo'ymang kanalingizga. Long qiling. Long video, ya'ni uzun video qiling va shorts video joylamang. Shorts video joylasangiz mahalliy auditoriyaga yig'ib olasiz, ya'ni atrofingizda, o'sha mahallangiz, o'sha shahringiz, o'sha viloyatingiz, o'sha mamlakatingiz odamlariga birinchi bo'lib chiqarib beriladi. Uni algoritmi shunaqa shortsni. Shuning uchun yo shortsda ishlang, o'zingizni tanitish uchun, o'zingizni atrofingizdagi tanitish uchun yoki longda ishlang, chet el odamlari ko'rganidan, reklamadan yaxshiroq daromad olish uchun. Tushunyapsizlar? Kela solib ham shorts ham long aralashtirmang. Bittasini tanlang. Buni ham belgilab qo'ying daftaringizga. Xo'p, keyin qiziqqan sohani ham tanlab oldingizmi? Endi YouTube kanal ochishga shoshilmang. YouTube kanali qanday ochish, qanday boshqarish haqida ko'nikmalarni internetdan qidiring. Sun'iy intellektlardan so'rang. Bir nechtasidan har xil savollar berib so'rang. Savolni to'g'ri qo'ying. Xato berilgan savolga xato javob olasiz. Keyingisi, video olmoqchi bo'lgan odam yo'nalishlarni tanlab bo'ldi. YouTube'ni kanallarni ham o'rganib oldi, lekin shunda ham YouTube kanal ochmay tursin. Telefoniga oddiy 4K format olsa ham 4K formatda bo'lmagan kichikroq fayllarni sig'ish uchun kichikroq faylda 1080, ya'ni 1080 pikselda videoga olib HD formatda bir 10 tacha video yaratsin. O'zi qiziqqan sohasi bo'yicha. Long bo'lsa long, 10 ta long. Shorts bo'lsa bir 20 ta shorts. Ya'ni siz yo shorts tanlang, yo long tanlang. Ikkitasini bittaga aralashtirmang, qaytarib aytyapman. 10 ta video tayyor qilsin. Hali YouTube ochmasin. Ana shu 10 ta video tayyorlash jarayonida eshitib qo'ying buni. Jarayonida siz tushunib yetasiz. Sizga YouTube yoqadimi, yoqmaydimi? YouTube mana shunaqa holat, YouTube'dan pul topish, bu ijod qilish. Siz YouTube odamimisiz, ya'ni YouTube ijodkorimisiz yoki yo'qmi? Mana shu narsa aniq bo'ladi. Shuning uchun maslahat beramanki, YouTube kanal ochishga shoshmang. Chunki YouTube'da tiqqilib yotibda tashlab ketilgan akkauntlar, tashlab ketilgan kanallar. Siz unaqa kanal yaratib qo'ymang. 10 ta video qiling, 10 tani olyapsizmi? Ishtiyoqingiz so'nmadimi? Yana video olishga ishtiyoqingiz bor va qiziqishingiz oshgandan oshyaptimi? Shuni e'tibor qiling. Qiziqish oshgandan oshyaptimi yoki so'nib boryaptimi? Mana shu narsaga e'tibor qiling. Shunda hamma narsa aniq bo'ladi. Agar qiziqish ortib borgan sari sizda ham videolaringiz sifati oshib borib, yaxshi ketayotgan bo'lsa, 10 ta videoda ham, 10-videoda ham siz sekin o'sha YouTube'ni qanday qilib qilish kerakligi haqida sun'iy intellektdan ko'rsangiz bo'ladi yoki YouTube'ni o'zida bunaqa videolar tiqilib yotibdi. Kommentga yozyapsizlar, o'rgating, qanday ochish, to'g'ri ochish. Bunaqa dangasa bo'lmaylik. Izlaninglar, topasizlar. Men sizlarga o'rgatishda bitta video tayyorlasam, u 100 minglagan videolardan bittasini tayyorlagan bo'laman. Ya'ni kopiya bo'lib qoladi. Men ko'rsatmoqchi bo'lganda bu ortiqcha siri yo'q. O'shalar bilan bir xil video qilib qo'yaman. Ya'ni skrinshotni ko'rsatib sizlarga men aytaman, yozasizlar, betiga bunaqa yozasizlar desam, bunaqa video tiqilib yotibdi. Qidiring. Siz o'rgating, oson o'rgating, bizga ayting. Mana bu siz YouTuber bo'la olmaysiz, ochiq. YouTuber izlanuvchan bo'ladi, ijodkor bo'ladi, ijodkor izlanuvchan bo'ladi. O'zini ustida ishlaydi. Har kuni yaxshiroq videolar tayyorlashga harakat qiladi. Shuning uchun maslahatim izlaning. Hamma joyda bor. Ilm hozir o'g'il bo'lib yotibdi. Hech kim o'rganmayapti. O'rganing, sun'iy intellektdan foydalaning, bepul versiyalardan foydalaning yoki YouTube o'zidan foydalaning. Uzun long videolarni ko'ring boshidan oxirigacha. Shu mavzuga oid. Xullas tushunib oldingiz a? Endi YouTube siriga keladigan bo'lsak. YouTube'da hech qanday siri yo'q.
Hech qanday sir yo'q. Bitta sir deyish mumkin bo'lsa shu narsa bor. Diqqat bilan eshiting. YouTube'ni sir deyishga arziydigan bitta narsasi bor. Uni ham hali sir deb bo'lsa. Nima deyapsizmi? Tinimsiz bardavom tartibli tarzda videolarni joylab borish. Tinimsiz bardavom tartibli tarzda videolarni joylab borish. YouTube kanalingizga doim sodiq qolish. Bu nima degani? Siz YouTube kanalingizni yaratdingiz. Kelajak uchun investitsiyaga biznes qurdingiz. YouTube kanalingiz bu katta biznes, media biznesi. Mana shunday qarash kerak. Bu katta televideniya desa ham bo'ladi. Bepul translyatsiya qilish huquqiga ega bo'lgan katta televideniya. Uni gurkiratib yashnatish ham siz ishingiz, ko'mib dabdala qilish ham o'zingizni qo'lingizda. YouTube'ga doim 10 ta zapasdagi videolar bilan ketma-ketlikda bir xil oralikda har 3 kunda bo'lsa, har 3 kunda o'sha soatda joylab borish kerak. Har kuni kuchingiz yetsa, har kunlik o'sha soatda joylab borish kerak. Bir kun 3 kunda, bir kun 5 kunda bo'lsa, boshlang'ich YouTuberlar uchun bu minusga ishlaydi. Auditoriyasini yig'ib olgan YouTuberlar uchun bu muammo emas. Chunki auditoriya bor, auditoriya sodiq, qachon video qo'ysa ko'raveradi. Lekin yangi boshlayotgan odam tartibli video qo'yib borishi kerak. Nima uchun tartibli video qo'yib borish kerak? YouTube sizni jiddiy kontent yaratuvchi deb hisobga olib, testidan o'tkazib olish uchun. Ya'ni siz YouTube'ga kirdingizmi, YouTube sizni test qiladi, imtihon qiladi. Sizga aytmaydi, lekin sizni kuzatib, nazorat qiladi. Agar tinimsiz, tartibli, bardavom xatti-harakatlar qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni kontent yaratish ma'nosida, sizni jiddiy kontent yaratuvchi deb hisoblab, ko'pchilikka taqdim qiladi videolaringizni. Taqdim qilgandan keyin endi u yog'i sizni to'g'ri preview, thumbnail qo'yganingizga, to'g'ri titrlar qo'yganingizga va to'g'ri va chiroyli, qiziqarli qo'yib, videoni ichida ham qiziqarli qilib ola olgan bo'lsangiz, ana shu narsalarga bog'liq. Videongiz shu bilan sizga katta daromad keltiradimi, yaxshi daromad keltirmaydimi? Bu yog'i shu narsalarga bog'liq. Lekin siz tinimsiz video joylab borsangiz, qoidalarga rioya qilib, qoidalarni buzmay, YouTube tartiblilikni va bardavomlilikni qadrlab sizni ko'proq odamga taqdim qiladi va bu jiddiy shug'ullanyapti YouTube bilan degan qarorga keladi. Ya'ni YouTube'dagi algoritmlar shunday tuzib qo'yilgan. YouTube'ga yangi kirib kelayotganlarning yana bitta xatosi bor-da. U nima desangiz, bitta video joylaydi, long qiladi. Long qilgandan keyin ancha mehnat qiladi, o'rganadi, kadr qo'yish, endi o'zicha ozgina o'rgangan to'da. Короче, 15 minutlik video qilish ham qiyin-da. Ancha mehnat talab qiladi. Shuni qiladi, zo'r chiqsa kerak deb katta baho beradi. Zo'r qildim deydi. Qo'yadi, 10 ta 15 ta prosmotr bo'ladi. Keyin fu deydi. Shuni men shuncha mehnat qildim, 15 ta prosmotr. Bu nima degani? Men hali qancha prosmotr yig'ishim kerak deydi. Motivatsiyasi tushib ketadi. Mana shu eng nozik nuqta. Sizni videongizni 10 kishi, 15 kishi ko'rishi, bu tasavvur qiling, oldingizda 10 kishi, 15 kishi o'tiribdi va videongizni ko'ryapti. Bu katta narsa. Ya'ni bitta ko'rishlarga ham siz qadr qiymat bering va maqsad qo'ying, ko'rilsa ham ko'rilmasa ham videolaringiz, siz 50 ta video albatta qo'yaman yoki 100 ta video albatta qo'yaman deb maqsad qo'ying. Mana shunda ana shu motivatsiyangiz tushib ketmaydi. Bo'lmasa shu 2 ta 3 ta video qo'yib, ko'rilmayapti, bu bo'lmaydigan ish ekanini tashlab ketaverasiz. O'sha aytganimdek, YouTube tashlab ketilgan akkauntlarga to'la. Shuning uchun mana shu nozik nuqta bo'ladi. Boshida ko'rilmaydi, keyin ko'rilmaydi, yana keyin ko'rilmaydi, lekin bir kun keladi. Kunlardan bir kuni ertalab turib qarasam, 1 million prosmotr bo'lib ketibdi. Obunachilarim necha minglab qo'shilib ketibdi. Bir kunda $750 menga hisobimga pul tushib qopti degan narsalar bo'ladi. Bu long formatda bo'ladi ko'proq. Shuning uchun o'sha nuqtagacha tinimsiz mehnat qilishi uddasidan chiqa olish kerak. YouTube bu oson pul topish usuli emas. Meni fikrim shunaqa, bu mening shaxsiy fikrim. YouTube bu oson pul topish usuli emas. Oson pul YouTube'da qanday topiladi? Masalan, men bilmayman. Men ham shu original, real hayotdan video olib, uni shu Amerika yoki Yevropa chet el auditoriyasiga yo'naltirib daromad qilaman. Oson pul topolmayman, ya'ni oson pul topish YouTube'da bilmadim. Masalan, har xil idishlarni sindirib uni videoga olsa ham bo'ladi. Lekin u o'sha ham bir kun keladi, sizga oson tuyulmaydi-da. U ham qiyin. Masalan, yo'nalish bor. Haligi zinapoyalardan ichiga har xil rangli suvlar quyilgan shisha idishlarni g'ildiratib tushirib yuborishadi. G'ildirab zinapoyadan tushib qaysidir zinapoyaga borganda porsa etib sinib yorilib ketadi. Uni ko'rasiz, bu juda oson deysiz. U masalan katta motivatsiya bilan bitta ikkita qilguningizgacha oson va qiziq tuyuladi. Keyin rang topish muammo bo'ladi. Yana bir xil qilamanmi degan narsa keladi. Yana butilka qayerdan topaman deysiz. Har safar bir xil butilka bo'laveradimi, boshqa topishim kerak deysiz.
zinapoyalarni kashasini chiqarib shishasini qilgan ekan, uni yig'ishtirish kerak, shishasiniqlarni bir yoqqa bartaraf qilish kerak. Bularning hammasi baribir mehnatda. Aytmoqchi bo'lganim, hech bir narsa oson bo'lmaydi. Siz osonlikcha pul topaman deysiz, bu unaqa emas. Endi masalan YouTube kurslarida juda ham oson usullar bilan pul ishlash o'rgatib qo'yaman deyishadi. Endi ozgina qiziqtirish uchun shunaqa deyiladi. Lekin aslida u ham unaqa oson bu ish emasda, ya'ni bir narsani biling, bu dunyoda umuman oson ish yo'q-da. Masalan, tekin ovqat yeyish uchun ham tish kerak, oshqozon yaxshi ishlashi kerak-da va tanada ozgina quvvat ham bo'lishi kerak-da. Yegandan keyin tana butun energiya sarf qilib ovqatni hazm qilishi, u yog'ini kuchga, energiyaga, qolganini chiqindiga chiqarishga u yoqqa borish kerak. Hech narsa bir evazsiz bo'lmaydi bu dunyoda. Shuning uchun sizdan kuch, diqqat, e'tibor, vaqt talab qilinadi. Ozgina fikrlash, kreativlik talab qilinadi va siz shunda YouTube'da qandaydir bir ijodkor sifatida ijod qilib daromad qilishingiz albatta mumkin. Faqat bu yotib olib pul ishlaydigan platforma emas YouTube. Yanada oxirgi paytlar shunaqa, ya'ni oxirgi paytlar yana ham ko'proq qat'iy qoidalarni oldinga qo'ya boshladi YouTube. Shuning uchun motivatsiyangizni, qiziqishingizni o'ldirmoqchi emasman, faqat jiddiyroq yondashsangiz albatta natijaga chiqasiz. Bugun ko'rishlar bo'lmayotgan bo'lsa, ertaga albatta bo'ladi. Ertaga bo'lmasa indinga bo'ladi. Bitta narsa esdan chiqmasin. Istalgan mavzuda video qo'ying, uni albatta 100 minglagan obunachilari bo'ladi. Vaqt soati kelib. Qachon bo'ladi? Siz faqatgina shu tinimsiz qo'yib boring, videoni joylab boring. Kuchingiz yetsa, bir oyda bir bo'lsa, doim bir oyda bir tayyorlang, zo'r tayyorlab qo'yib boring. To'xtamang. Shu bir oyda bir bo'lsa, 3 yillab qo'yasiz, sizda zo'r auditoriya yig'iladi. 3 kunda bir bo'lsa, 6 oy, 7 oylab video qilasiz, sizda yaxshigina auditoriya 10 ming, balkim qiziqarli yo'nalish, qiziqarli mavzu qilsangiz 100 ming bo'lib ketar, xudo biladi u yog'ini. Hammasi sizning mehnatingizga bog'langan. Sizni qiziqarliroq video chiqarishingizga bog'lab qo'yilgan. Shuning uchun любой mavzudagi videolar ko'riladi. Faqat YouTube qonun-qoidalariga yomon ta'sir ko'rsatadigan turli xil kontentlar qilinmasa, umuman olganda insonga foyda keltiradigan video qiling. Kimdir videoingiz rohatlantirsin, dam oldirsin, kimgadir nimadir o'rgatsin, bilmadim. Qandaydir foyda olsin. Mana shunda albatta bardavom video qo'yib borsangiz, albatta sizda auditoriya shakllanadi, albatta sizda ko'rishlar bo'ladi bir necha 100 minglab, albatta siz daromadga chiqasiz. Muhimi hali u yerdan, hali bu yerdan video qilmang. Bitta yo'nalish bilan ishlang, bir xil yo'nalishda va bir xil tartib bilan ishlang. Bir xil vaqt oralig'ida videolaringizni joylab boring va hech qachon chekinmang. Men yorib chiqaman shuni deb, ya'ni chak-chak tomib turgan suvga o'xshang. Toshga chakkillab tomib turar ekan, toshni o'yib chuqur qilib kirib ketar ekan shu tomchi suv. Shuning uchun tomchi suv bo'ling. Hali Tayson aytadi-ku, o'zimiz Tayson. Suv kabi bo'l deydi-ku. Men aytaman, tomchi suvday bo'ling. Yangi YouTuber. Ya'ni chak qilib tomasiz, yorib chiqasiz. Shundoq ekan, bugungi mavzu mana shunaqa bo'ldi. Qiziq joylarni yana maslahatim yozib olinglar, qayta o'qinglar yoki videoni qayta ko'ringlar. Hamma ham aytavermaydigan nozik jihatlarni ochib berdim. Lekin juda ham oddiy, lekin ko'pchilik amal qilmaydigan nozik jihatlarni ochib berdim deb hisoblayman. Mana shunaqa gaplar xullas. Keyingi videoda xudo xolasa qanday qurilmadan, qanday mikrofondan, qanday telefondan foydalanib, kamerasidan foydalanib, qanaqa yo'nalishlarda ishlasa bo'ladi, shu haqida video qilaman. Mana soat 10 bo'pti. Men ham uxlashim kerak. Xullas, shuncha qilgan, og'iz og'ritib, charchab, vaqt sarflab qilgan mehnatimni qadrlab, chiroyli kommentlar va layklarni bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi maslahatlar berishga harakat qilaman. YouTubedan tashqari ham yaxshi ma'lumotlar, maslahatlar bilganlarimni tibbiyot xodimi sifatida berib boraman, xudo xolisa vaqt bo'lgan sari. Shuning uchun kanalga albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.